YouTube'da eng ko'p obunachiga ega bo'lgan artist, dunyodagi eng ko'p tinglangan guruh, son sanoqsiz Guinnessning rekordlarini urgan va moda olamida inqilob qilgan Blackpink haqida barcha eshitgan. Ularning qo'shiqlari dunyo chartlarida hukmronlik qildi. Milliardlab eshitishlar yig'di va ularning har bir harakati munozaraga sabab bo'ldi. Ammo mukammal ijro va chiroyli videolar ortida biz bilmagan cheksiz bosim, raqobat va katta janjallar yotadi. Bugungi videoda biz guruhning tarixi va siz bilmagan qorong'u tomonlari haqida gaplashamiz. Lekin undan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmadingiz degan umiddaman. Oldindan rahmat. Blackpink 2016-yilda Janubiy Koreyada YG Entertainment agentligi ostida debyut qildi va o'zining shiddatli uslubi bilan K-pop sahnasini bir zumda larzaga keltirdi. Ammo bunga sho'ng'ishdan oldin keling 6 yil orqaga qaytamiz. 2010-yil YG Entertainment allaqachon Psy va Big Bang kabi global mashhurlikka ega bo'lgan Koreyadagi eng katta kompaniyalardan biri edi. Oppa Gangnam Style har bir xonadonda eshitilardi. Fantastic Baby'ga esa barcha klublarda raqsga tushardi. Ulkan muvaffaqiyatga qaramay, kompaniya asoschisi va prodyuseri Yan Hyun Sokning orzusi bor edi. Koreya ilgari ko'rmagan qizlar guruhini yaratish. 2010-yillar boshida Koreya madaniyatiga qiziqish o'sayotganiga qaramay, global guruhlar kam edi va K-pop nisha musiqa janri bo'lib hisoblanardi. YG yaratadigan qizlar esa nafaqat qo'shiq aytish va raqsga tushish, balki shiddatli mustaqil imijga ega bo'lgan qizlar bo'lib, xalqaro chegaralarni kesib o'tishi va K-popni keyingi darajaga olib chiqishi kerak edi. 2010-yilda yosh iste'dodlarni qidiruvchi proyektlar ishga tushganda Jennie va Lisa, 2011-yilda Jisoo va 2012-yilda Rose kompaniyaga trainee stajyor sifatida qo'shilishadi. Shunday qilib Blackpink yaratilishi 2010-yillarda boshlangan. U vaqt kompaniya guruhni Pink Punk deb atamoqchi edi va guruhda 9 ta qiz bo'lish kerak edi. Yangi Zelandiyadan kelgan Jennie guruhning eng mashhur stajyorlaridan bo'lib, Blackpink a'zosi bo'lishdan oldin allaqachon bir nechta reklamalar va mashhur kliplarda suratga tushgandi. Lisa esa tailandlik 4 mingta raqobatchilar ichida audition, ya'ni musobaqani yutgan va 14 yoshida Seulga ko'chib kelgan stajyor edi. Debyutidan oldin bir nechta qo'shiqlarda va hatto serialda rol o'ynagan Jisoo Blackpinkning 3-a'zosiga aylandi. Va albatta oltin nafas sohibasi Rozeni ham unutmaylik. Avstraliyada ulg'aygan qizaloq 2012-yilda o'tkazilgan auditionda 700 ta raqobatchi orasida birinchi o'rinni oldi. Rozedan tashqari stajyorlar orasida Inbi, Miyeon, Munsua va boshqa qizlar ham bor edi. Ammo Koreyaning katta uchtaligi, ya'ni YG, SM yoki JYP kompaniyalarida stajyor treyni bo'lish deyarli hech qachon tugamaydigan qo'rqinchli tushga o'xshaydi. Treynilar shunchaki raqs o'rganib yoki qo'shiq aytib mashq qilishmaydi. Ular haddan tashqari bosim ostida yashaydilar. U yerda har bir xato tanqid qilinadi va har bir muvaffaqiyat deyarli sezilmaydi. Ba'zi stajyorlar yillar davomida mashq qiladilar, bir kun sahnaga chiqaman degan umidlar bilan. Ammo ularning orzulari charchoq va doimiy taqqoslash ostida asta-sekin so'nadi. Treyni qizlar yillar o'tgach o'z kompaniyalaridan haydalib ketadi. Boshqalari esa hech qachon sodir bo'lmaydigan debyut uchun salomatligini xavfga qo'yadi va diyetalarda o'tiradi. Stajyorlar o'zi nima qiladi desangiz, bu xuddi ishga o'xshaydi, lekin maosh yoki debyut kafolatisiz. Treynilar asosan 12-14 yoshdan boshlanadi va debyut qilishdan oldin 3 yildan 10 yilgacha mashg'ulotlarni o'taydi. Oddiy kun quyosh chiqishidan oldin boshlanadi. Ertalab biroz vokal ustida ishlanadi, keyin esa to'g'ridan-to'g'ri raqs amaliyoti. U ba'zan kuniga 6-8 soat davom etadi. Keyin treynining pozitsiyasiga qarab yoki vokal darslari yoki rap darslari bo'ladi. Agar stajyor chet ellik bo'lsa, koreys tili darslari ham o'tkaziladi. Ustiga ustak aktyorlik mahorati va media treninglar ham o'tkaziladi. Stajyorlar odatda munosabat qurishi, ko'p ovqat yeyishi va semirib ketishi mumkin emas. Do'st orttirishning esa ilojisi yo'q, chunki raqobat kuchli. Deylik 10 ta stajyordan faqat 4 tasi debyut qiladi. Bosimni ko'tara olmagan stajyorlar sinadi va jimgina kompaniyadan ketadi. Chidaganlar uchun treyni bo'lish bu tinimsiz takrorlash, tanqidga o'rganish va o'z-o'zini tarbiyalash yillari. Tizim shafqatsiz va unda faqat eng qattiylar omon qoladi. Tushunganingizdek 2016-yilga kelib stajyorlar orasida faqat eng kuchlilar qolgandi va bular ayni Jisoo, Jennie, Rose va Lisa edi. YG Entertainment 2016-yilning 29-iyunida yangi qizlar guruhining rasmiy nomini Blackpink deb e'lon qildi. Kompaniyaning so'zlariga ko'ra, pushti va qora ranglarning uyg'unligi qizlar nafaqat go'zallikni, balki biroz yovvoyi iste'dodni ham o'z ichiga olgan jamoa ekanligini anglatardi. 8-avgustda Whistle va Bumbaya qo'shiqlari chiqishi bilanoq qizlar rasman debyut qilishdi va Koreya chartlarida katta o'rinlarni egallashdi. Bumbaya.
Koreya musiqa madaniyatida bir nechta musiqa shoular o'tkaziladi va u yerda guruh bir nechta boshqa guruhlar bilan raqobat qiladi. Blackpink ayni shunday Inkigayo nomli musiqiy shouda debyutidan atigi 14 kun o'tishi bilan g'alaba qozondi. Boshqa global guruh BTS uchun aytgancha birinchi g'alaba debyutlaridan 2 yil keyin kelgan. 2016 va 2017 yillar ichida qizlar Playing with Fire, Stay va As If It's Your Last kabi hitlarini chiqarishdi. O'sha yillar Blackpink yangi guruh bo'lishiga qaramay, Koreyada ular haqida bilmaydigan inson kam edi. Blink deb atalgan guruh muxlislarining soni esa kundan kunga o'sib borar edi. K-pop janrida o'sha yillar girl crush, ya'ni kuchli, o'ziga ishongan qizlar konsepsiyasi endi mashhur bo'layotgan edi. Ideal misol qilib Blackpinkning opalari 21 ni keltirishimiz mumkin. Ulardan keyin esa shu konseptga Blackpink ideal mos keldi. Tasavvur qilib ko'ring, doim shirintoy, yoqimli raqsga tushayotgan qizlarning o'rniga ekranga qarab kulmaydigan, biroz badjahl, modnitsa qizlarni ko'rsangiz, Blackpink ayni shunday bo'lgan va bu ularga boshqa guruhlardan ustunlik bergan. Lekin haqiqiy global muvaffaqiyat 2018-yilda Square Up nomli 4 ta qo'shiqdan iborat mini albom chiqishi bilanoq sodir bo'ldi. Albomning asosiy treki True nafaqat Koreya rekordlarini urdi, balki AQShning eng katta Billboard Hot 100 chartida 55-o'rinni oldi va Billboard 200 ga ham kirdi. 24 soat ichida klip 36 milliondan oshiq ko'rishlar yig'di va hozirda Blackpinkning eng ko'p ko'rilgan videosi hisoblanadi. O'sha yillar Koreyaning musiqiy sahnasida Twice va Red Velvet kabi qizlar guruhlari ham mashhur edi va uchala guruh o'rtasida do'stona raqobat bo'lsa ham, o'ylaymanki ayni 2018-yilda Blackpink oldinga chiqib ketgan va o'shandan beri ularning leveliga teng keladigan ayol guruhi paydo bo'lmadi. Aytgancha ayni shu qo'shiqdan keyin Blackpinkning ijodini kuzatishni boshlaganman. Esimda Turuni klipini birinchi ko'rganimda Rozeni juda yoqtirib qolgandim va hozirgacha uni muxlisiman deb ayta olaman. Sizlarda ham shunday bo'lganmi? Qaysi klipni birinchi ko'rgansiz? Kimni birinchi yoqtirib qolgansiz? Albatta izohlarda bo'lishing. Aytgancha vaqtdan foydalanib sizlarni o'z Telegram kanalimga taklif qilaman agar shou biznes va Gollivud yangiliklariga qiziqsangiz. Bundan tashqari ekranda va video pisangida Instagram sahifamga ham havolalar bo'ladi. 2018-yilda g'arbiy marketdagi muvaffaqiyati bilan Blackpink Dua Lipa bilan Kiss and Make Up nomli kollaboratsiya qilishdi hamda Interscope Records bilan Amerikadagi promotion uchun shartnoma tuzishdi. Ammo bu yilning eng katta munozarasi Jenniening Solo nomli solo qo'shiq chiqarishi bilan bog'liq. Qo'shiq bir zumda shov-shuvli bo'ldi, ammo muvaffaqiyat katta munozaralarga sabab bo'ldi. Muxlislar va internet foydalanuvchilari YG'ni Jenniga imtiyozli munosabatida ayblay boshladilar va bu gaplar internetda tez tarqaldi. Shoularda Blackpinkning boshqa a'zolari Jennining solo sahnasida raqqosalar sifatida chiqishgan. Jenni shuningdek sezilarli darajada yuqori byudjetli uslublar, maxsus kiyimlar va ko'proq yakkaxon proyektlarga ega edi. Boshqa a'zolarda esa solo promotionlar juda kam bo'lgan. Buni ustiga ayni shu vaqtda Jennining dangasaligi haqida bir nechta ayblovlar paydo bo'ldi. 2019-yilning boshida Dispatch ommaviy axborot vositasi Jennie va EXO guruhining a'zosi Kai munosabatda bo'lgani haqida yangiliklar joyladi va butun internet portladi. Chunki EXO ham Blackpink ham o'sha vaqtda dunyodagi eng mashhur guruhlardan edi. Ba'zi muxlislar ular uchun xursand bo'lgan bo'lsa ham, ko'plarga yangilik yoqmadi. Ular YG'ni beparvolikda ayblashdi va Blackpink uchun juda ham muhim davrda Jennie munosabatlarga berilganida ayblashdi. EXOning muxlislarini ham jahli chiqdi, chunki Koreyada o'zi muxlislar ularning sevimli qo'shiqchilari boshqalar bilan uchrashishini yoqtirishmaydi. Natijada bir necha hafta ichida Jennie va Kai ajralishdi. Bunday munozaralarga qaramay 2019-yil Blackpink uchun baribir juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Ular Kill This Love nomli 5 ta qo'shiqli mini albom chiqarishda, asosiy trek esa Billboard chartlarida o'rinlar oldi. Hamda YouTube'da birinchi kunning ichida 56 milliondan oshiq prosmotrlar yig'di. Blackpink Coachella'da chiqish ham qildi va bu ularning bu festivalda qatnashgan birinchi ayol K-pop guruhiga aylantirdi. 2019-2020-yillarga kelib Blackpink musiqaning eng yuqori pog'onasida edi. Lekin muxlislar mamnun emas edi. Dunyodagi eng yirik qizlar guruhlaridan biri bo'lishiga qaramay, Blackpink K-popdagi eng kichik diskografiyalardan biriga ega edi va ayb bevosita YG'da bo'ldi. Yilda eng ko'pi bitta mini albom chiqar edi.
U yerda esa eng ko'pida 4 ta 5 ta qo'shiq bo'lar edi. Ulardan kamida bittasi yoki remix yoki eski qo'shiqlarning coveri edi. Odamlar kompaniyani ochlik strategiyasidan foydalanganligida aybladilar. Ya'ni guruhni sirli, eksklyuziv va yuqori talabga ega bo'lish uchun ataylab kamroq qo'shiqlar chiqarish. Ammo strategiya teskari natija berdi. Bir necha oy davomida YG Treat Blackpink Better va Release Blackpink Music kabi hashtaglar trend bo'ldi va barcha a'zolar uchun teng imkoniyatlar talab qilindi. Haterlar ham dam olmadi. Ular Blackpink allaqachon model bo'lib ketgani va musiqaga qiziqishi qolmagani haqida tinmasdan gapirardi. Bunga sabablar ko'p edi. Jenny Chanelning Ilhom Parisi, Rosa YSLning elchisi, Jisoo Dior bilan ishlardi, Lisa esa Celine bilan. Qizlarni har bir katta moda haftaliklarida, festivallarda va jurnal muqovalarida tez-tez ko'rishimiz mumkin edi. Bundan tashqari Blackpinkni haqiqiy industry plan deb atashadi. Ya'ni ular san'atkor sifatida organik ravishda ko'tarilgandek ko'rinsa ham, aslida ularning muvaffaqiyatida katta mashhur insonlarning roli ancha muhimroq. Misol Blackpink o'z musiqasini o'zi yozmaydi va agar ularning prodyuseri Teddy Park bo'lmaganida va guruh kambag'alroq kompaniya ostida promotion bo'lganida, ular hech qachon hozirgi mashhurligiga erisha olmas edi. Xuddi shunday sanoat qo'g'irchog'i misollari qilib Cardi B, Dua Lipa, Lil Nas X ni keltirishadi. K-pop janrida esa har bir guruh bu kategoriyaga to'g'ri kelsa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Blackpinkning ijodiga qaytsak, barcha heyt ham muxlislarning shikoyatlari ham YG tomonidan eshitildi. 2020-yil afsonaviy Lady Gaga bilan bo'lgan Sour Candy kollaboratsiya chiqishi bilan boshlandi. May oyida esa kompaniya to'liq albom chiqishi haqida e'lon berdi. Bu Blackpinkning 4 yil ichida chiqadigan birinchi to'liq albomi bo'lishi kerak edi. How You Like That track'a chiqqanida YouTube portladi, chunki bir kun ichida klip 86 milliondan oshiq ko'rishlar yig'ib 5 ta Guinness rekordini urgandi. Esimda qo'shiq tug'ilgan kunimdan bir kun oldin chiqqanda va Blackpinkni tinglaydigan boshqa o'rtoqlarim bilan rosa partiya qilgandek klipni ko'rib va raqslarga tushib. O'ylaymanki, o'zi How You Like That Blackpinkning eng zo'r qo'shiqlaridan biri va klipini hozirgacha ko'rsam umuman zerikmayman. Sizlarda ham shunday kliplar bormi? Uni doim ko'rsangiz ham hech charchamaysiz va qo'shig'ini juda zo'r deb hisoblaysiz. Albatta, sohlarda shu klip bilan bo'lishing. Blackpinkning keyingi hiti bu Selena Gomez bilan bo'lgan kollaboratsiya Ice Cream va qo'shiq Billboard Hot 100 chartida 13-o'rinni olib, Blackpinkning eng baland chartdagi o'rniga aylandi. Ice cream chillin' chillin', ice cream chillin', ice cream chillin' chillin', ice cream chillin'. Va nihoyat The Album nomli to'liq albom o'sha yilning oktyabr oyida chiqdi va Lovesick Girls, Pretty Savage, Crazy Over You kabi qo'shiqlarni o'z ichiga oldi. Albom bir oy ichida 1.2 milliontadan oshiq kopiyalar sotdi. Ammo keyingi 2 yil ichida Blackpink guruh sifatida yana jimib qoldi. Albatta biz Rose va Lisani solo qo'shiqlarini oldik. Rose R nomli single albom chiqardi va u yerdagi Gun va On the Ground qo'shiqlari o'z uslubi bilan muxlislarga yoqdi. Lisaning La Lisa nomli albomida ham ikkita qo'shiq bor edi. La Lisa hamda Money va ulardan ayni Money haqiqiy hit bo'lganini barcha eslasa kerak. Jisoo shu yili solo qo'shiq chiqarmagan bo'lsa ham, u o'zini aktyorlik tomondan sinab ko'rdi va Snowdrop serialida asosiy rol o'ynadi. Solo promotionlarga qaramay, muxlislar Blackpinkni sog'ingan edi va deyarli 2 yillik tanaffusdan so'ng Blackpink Born Pink to'liq albom bilan qaytdi. Pink Venom va Shutdown kabi treklar Blinklarning yangi madhiyalariga aylandi. Albom esa 2 milliontadan oshiq kopiya sotib, Billboard 200 chartida birinchi o'rinni egalladi. Qizlar dunyo bo'yicha turga otlanishdi va tarixda birinchi bor osiyolik yulduz sifatida Coachella festivalida headliner bo'lishdi. Aytgancha qiziqarli fakt, Born Pink turi dunyo bo'yicha 330 million dollardan oshiq pul ishlab, ayol guruh tomonidan eng yuqori daromad keltirgan konsert gastrollariga aylandi. Yilning oxiriga kelib qizlarning YG bilan shartnomalari tugashi kutilgandi. Har xil mishmishlar tarqaldi. Ba'zilar qizlar kompaniyadan ketishayotganini da'vo qilishdi. Boshqalari Blackpink tarqalib ketadi deyotgan edi. 2023-yil davomida YG noaniq bayonotlar chiqardi va guruhning kelajagi haqida yangiliklar chiqishini kechiktirdi. Nihoyat kelishuv amalga oshgach, bu hammani hayratda qoldirdi. Blackpink YG bilan faqat guruh faoliyatini yangiladi. Rose, Lisa, Jenny va Jisoo esa turli kompaniyalar ostida yakka
onaxon karyerasini davom ettirdi. Aytgancha bu qandaydir boshqa kompaniyalar emas, balki Rosedan tashqari barcha qizlar o'zlari uchun ochgan labellar. Shundan keyin Blackpink yana o'z solo karyeralariga diqqat qaratishdi. Va o'ylaymanki, qizlarni so'nggi yil musiqa tomonidan naqadar samarali bo'lganiga qarasak, ularni ushlab turgan yagona kuch bu YG Entertainment edi. Misol, qizlar ularni qafasda ushlab turgan Koreya madaniyati cheklovlaridan chiqib, faqat g'arbiy musiqa bozoriga e'tiborini qaratdi. Rose birinchilardan bo'lib o'z albomini chiqardi va apati haqiqiy furorga aylandi. Lekin boshqa qo'shiqlarida Rose uslubini Taylor Swift va Olivia Rodrigodan ko'chirganligida ayblandi. Bruno Mars bilan bo'lgan kollaboratsiya albatta katta muvaffaqiyat bo'lganiga qaramay, Rosening albomida boshqa tanqidiy maqtovga loyiq qo'shiqlar yo'q edi deb ko'p heyterlar fikr bildirdi. Lisaning albomi kutilgandek muvaffaqiyatli bo'lmadi va u juda munozarali edi. Lisa qizlar orasida eng mashhur bo'lishiga qaramay. Asosiy sabablardan biri bu Lisaning vokali kuchli bo'lmagani hamda albomning cringe konsepsiyasi. Misol, Lisa o'zini bir nechta alter egolarini tanishtiradi, ammo ular xuddi ChatGPT yordamida yozilgan o'smir qizning g'oyalariga o'xshaydi. Vixie's favorite drink, your tears. Her fears, nothing. Her place, behind your back. She's too busy living in her villain era. Let the haters hate. And her nails cut deeper than your excuses. Her lashes came to slay, so step out her way on God. Netizens are saying the way Lisa is managing her solo career is just going completely wrong. Ko'p muxlislar undan yuz o'girganning yana bir sababi bu Koreyada idollarning imiji ideal bo'lishi talab qilinsa ham, Lisa bu qoidalarga qarshi borgani va 2023-yilda Crazy Horse nomli kabareda raqqosa sifatida chiqish qilgani bo'ldi. Heyterlar ham, hatto ba'zi blinklar ham uni striptizyorlikda aybladi. Buni ustiga Lisa dunyoning eng boy oilalaridan biri bo'lgan Arnolar oilasining vakili Frederik Arno bilan munosabatda. Va rostini aytsak, bu unga ko'p imkoniyatlar eshigini ochib bergan. Bu Oscar kechasidagi chiqish bo'ladimi yoki Vanity Fair jurnalida paydo bo'lish. Jenny 2023-yilda The Idol serialida aktrisa sifatida debyut qildi. Proyekt muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa ham, serialning prodyuseri va asosiy yulduzi Kim Sun The Weeknd edi. Va bu Jennyning brendiga o'z hissasini qo'shdi. Bu yil chiqarilgan albom Ruby haqida gapirsak, u tanqidchilarga yoqdi va o'ylaymanki, so'nggi yil chiqarilgan eng yaxshi albomlardan biri bo'ldi. Hamda g'arbiy auditoriyaga yoqdi. Lisa bilan Jenny aytgancha, bu yil Coachellada ham unutilmas sahna ko'rinishlarini qildi. Lisa bundan oldin afsonaviy Victoria's Secret shousiga taklif qilingan san'atkor ham bo'ldi. Jisoo boshqa a'zolardan farqli ravishda Amerika bozoriga ishlamadi. U koreys tilida albom chiqardi va K-pop bozori uchun yomonmas natijalar ko'rsatdi. Barcha qizlarning solo muvaffaqiyatini ko'rib, Blackpinkni guruh sifatida boshqa ko'rmaymiz degan fikrda edi. YG Entertainment ham buni ustiga Baby Monster guruhini chiqishi bilanoq asosiy e'tiborni unga qaratgandi. Qizlarning o'zi ham guruh sifatida birga ishlashdan charchagandek edi. Ammo to'satdan yozda YG Entertainment Blackpink guruh sifatida qaytishi va tez orada comeback bo'lishi rejalari borligi haqida aytdi. Aniq sanasini lekin hech kim indamadi. Blinklar yangi albomni rosa kutayotgan vaqtda to'satdan bu yilning iyul oyida guruh The Deadline nomli turga otlanish haqida yangiliklar chiqdi. Ya'ni so'nggi yillar guruh sifatida hech qanday yangi qo'shiqlar chiqarmagan Blackpink eski qo'shiqlar bilan turga otlanayotgan edi. Guruh sifatida ularda o'sha vaqtda faqatgina 32 ta qo'shiq bor edi. Remix va coverlarni hisobga olmasak. Ha, 9 yillik karyera ichida 32 ta qo'shiqqa ega bo'lish bu kulgili. Katta muxlis bo'lsa ham 800-marta turun eshitaverib joniga tegib ketgan muxlislar ko'p edi va ular yangi musiqa talab qilishni boshladi. Yangi solo qo'shiqlar bu bitta narsa, guruh sifatida yangi qo'shiqlar esa umuman boshqa. Bunday munozaralar butun internetda to'lib ketdi va barcha The Deadline'ni Born Pink turining qaytarilishi deb atashni boshladi. Albom hali ham chiqmaganiga qaramay Blackpink Jump qo'shig'ini chiqardi. Lekin u ham biroz munozarali bo'ldi. Qizlarni klipda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan sahnalari ko'plarga yoqmadi. Buni ustiga ba'zilarning fikri bo'yicha bir dona qo'shiq 2 yillik tanaffusga arzimaydigan edi va hokazo. Rostini aytsam, uzoq tanaffusdan keyin to'liq albom chiqarish yaxshiroq g'oya bo'lardi yoki darhol turga otlanish ham biroz g'alati bo'ldi.
Shunda muammo tugadimi desangiz adashasiz. Qizlarni va ayniqsa Jennini gastrollar boshlanishidan beri erinchoqlikda ayblashmoqda. Uning to'liq raqsga tushmagan yoki xoreografiya qismlarini o'tkazib yuborgan bir nechta lahzalari bir zumda virusli videolarga aylandi va uni kuzatib kelayotgan tanqidchilar orasida dangasa Jenni yorig'i qayta paydo bo'ldi. Ammo Blinklar uning jarohatlari va gastrol davomida kuchli jonli vokal va rep qismlarini o'zi ijro etgani, buni ustiga u oldin oyog'iga jarohat olgani tufayli uzoq vaqt raqsga tusha olmasligi haqida aytib, uni himoya qilishdi. Munozara shunchalik qizg'in bo'ldiki, Koreya forumlari, TikTok tahrirlari va xalqaro muxlislar bir nechta hafta davomida bahslashdi. Jenni 2025-yilda eng ko'p muhokama qilingan yulduzga aniq aylandi. Chala raqslarda Jisuni ham aytgancha ayblashdi. Albatta, Lisa misoli zo'r energiya bilan sahna chiqishlari qilganda butun guruhdan ham xuddi shunday daraja kutiladi. Va agar siz muxlis bo'lib turib bir necha yuz dollarga konsert biletini olsangiz, siz san'atkorlardan professionalizm kutasiz. Buning ustiga Lisa va Rozi boshqa janjalning markaziga aylandi. YG kompaniyasining bir nechta eski videolari noqonuniy tarzda ommalashtirilganda, qizlar debyutidan oldingi videolarda qora tanli insonlarga en so'zini ishlatgani videolari tarqalib ketdi. Uchta qizlar ham chet elda yashab katta bo'lgani tufayli bu qora tanli insonlarga qanchalik behurmatlik bo'lish haqida tushunish kerak edi degan fikrlar ko'p va shu sababli ular katta heytga duch kelishdi. Ayniqsa Blackpink hozirda asosan g'arbiy bozorga ishlayotganini inobatga olsak. Lekin ularni hech kim ommaviy boykot qilmadi, chunki Blackpink juda ham mashhur. Siz o'zi bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Jenni chindan ham erinchoqmi? En so'zini aytganiga qanday fikrdasiz? Kommentlarda hammani javoblarini kutib qolaman. Hozirda Blackpinkning yanvarda yangi albomi kutilmoqda va umid qilamanki, kelajakda qizlardan yana ham ko'proq musiqa eshitib qolamiz. Dunyo musiqa arenasida qanday o'zgarishlar bo'layotganini ko'rib va K-pop janriga qiziqish tushib ketgani tufayli Blackpink hozir 2020-2021 yillardek mashhur bo'lmasa ham, ular o'zlariga sodiq Blinklarga hali ham ega va ularning musiqada o'z o'rni bo'lishiga aminman. Nima bo'lmasa ham, Blackpink allaqachon o'z janrining eng katta global yulduzlari sifatida tarixga kirdi. Va bugunga shu do'stlar, video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.